2026 yilgi yangi Lexus 350 bu nafaqat oddiy crossover, balki zamonaviy texnologiya, hashamat, qulaylik va ishonchlilikning mukammal uyg'unligidir. Lexus modeli ko'p yillardan beri butun dunyoda eng mashhur premium SUVlardan biri bo'lib kelmoqda va 2026 yilgi 350 bu an'anani yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu avtomobil kundalik hayot uchun ham, uzoq safarlar uchun ham, oilaviy foydalanish uchun ham juda qulay bo'lib, o'z sinfida yuqori darajadagi qulaylik va xavfsizlikni taklif etadi. Tashqi dizayndan boshlaydigan bo'lsak, 2026 Lexus 350 yanada dadil va zamonaviy ko'rinishga ega. Old qismida Lexusga xos bo'lgan katta spinkli panjara yanada o'tkir va agressiv shaklga keltirilgan. LED faralar yanada ingichka va zamonaviy dizaynga ega bo'lib, kunduzgi yoritish chiziqlari avtomobilga premium va futuristik ko'rinish beradi. Kapot chiziqlari aniq va dinamik bo'lib, 350 ning kuchli xarakterini ta'kidlaydi. Yon tomondan qaralganda, silliq va oqimli dizayn, aerodinamik ko'rsatkichlarni yaxshilash bilan birga, avtomobilni yanada sportiv ko'rsatadi. Orqa qismida esa uzluksiz LED fonarlar keng va barqaror ko'rinish berib, avtomobilni yo'lda yanada jiddiy va ishonchli qilib ko'rsatadi. Avtomobilning o'lchamlari ham qulaylikka xizmat qiladi. Keng gildirak bazasi salon ichida yetarlicha joy yaratadi. Shu bilan birga avtomobil shahar ko'chalarida ham, magistral yo'llarda ham oson boshqariladi. Gildirak disklari yangi dizaynda taqdim etilib, turli komplektatsiyalarda 19, 20 yoki 21 dyuymli variantlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa xaridorlarga o'z didiga mos variantni tanlash imkonini beradi. Salon ichiga kirganingizda esa haqiqiy Lexus hashamatini his qilasiz. 2026 Lexus 350 ichki makoni premium materiallardan foydalanilgan holda yaratilgan. Yumshoq teri, yuqori sifatli plastmassa, yog'och va alyuminiy bezaklar bir-biri bilan juda uygun. Old o'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofalarda ham charchamasdan haydash imkonini beradi. Elektr sozlanadigan. Haydovchi joyi to'liq haydovchiga yo'naltirilgan. Rul orqasida raqamli asboblar paneli joylashgan bo'lib, unda tezlik, yoqilg'i sarfi, xavfsizlik tizimlari va boshqa muhim ma'lumotlar aniq va tushunarli ko'rinishda aks ettiriladi. Markaziy konsolda esa katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u multimedia tizimi, navigatsiya, iqlim nazorati va boshqa funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Lexus interfeysi yanada tezkor va qulay bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto to'liq qo'llab-quvvatlanadi. Orqa qatordagi yo'lovchilar uchun ham yetarlicha joy ajratilgan. Tizza va bosh uchun bosh joy keng bo'lib, oilaviy safarlar uchun juda qulay. Orqa o'rindiqlar ham isitish funksiyasiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa sovuq ob-havoda katta qulaylik yaratadi. Yukxona hajmi esa kundalik ehtiyojlar, sayohatlar yoki katta xaridlar uchun yetarli bo'lib, orqa o'rindiqlar buklanganda yanada katta joy hosil bo'ladi. Texnologiyalar borasida 2026 Lexus 350 juda boy. Multimedia tizimi yuqori aniqlikdagi ekran bilan jihozlangan bo'lib, ovozli boshqaruv funksiyasi mavjud. Premium audio tizimi, masalan, Mark Levinson ovoz tizimi, musiqani juda toza va chuqur ovozda eshitish imkonini beradi. Simsiz zaryadlash, bir nechta usportlar, Wi-Fi hotspot kabi funksiyalar zamonaviy hayot talablariga to'liq javob beradi. Xavfsizlik Lexusning eng kuchli tomonlaridan biri hisoblanadi va 2026 350 ham bundan mustasno emas. Avtomobil Lexus Safety sistemining eng so'nggi versiyasi bilan jihozlangan. Bu tizimga adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni va velosipedchilarni aniqlash, yo'l chiziqlarini kuzatish, kor nuqtalarini nazorat qilish, orqaga harakatlanishda to'siqlarni aniqlash kabi ko'plab funksiyalar kiradi. Bu tizimlar haydovchiga yordam berib, yo'lda xavfsizlik darajasini maksimal darajada oshiradi. Endi dvigatel va texnik ko'rsatkichlarga to'xtalsak, 2026 Lexus 350 asosan 2.4 litrli turbo benzin dvigateli bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel kuchli va samarali bo'lib, haydash taassurotlari haqida gapiradigan bo'lsak, Lexus 350 juda muvozanatli. Osma tizimi notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi, burilishlarda esa barqarorlikni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi aniq va sezgir bo'lib, haydovchiga avtomobilni to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Shahar ichida yumshoq va qulay, magistralda esa ishonchli va barqaror harakatlanadi. 2026 Lexus 350 oilaviy avtomobil sifatida ham juda mos.
Keng salon, yuqori xavfsizlik darajasi va qulayliklar uni bolali oilalar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy dizayn va kuchli dvigatel uni yoshlar va faol hayot tarzini yoqtiradiganlar uchun ham jozibador qiladi. Ushbu avtomobilning yana bir muhim jihati Lexus brendiga xos bo'lgan ishonchlilik va uzoq xizmat muddati. Lexus avtomobillari uzoq yillar davomida kam nosozlik bilan xizmat qilishi bilan mashhur. 2026 350 ham yuqori sifat standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lib, uzoq muddatli foydalanish uchun mo'ljallangan. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Lexus 350 bu zamonaviy texnologiya, hashamatli dizayn, yuqori darajadagi qulaylik va ishonchli xavfsizlik tizimlarini o'zida mujassam etgan premium crossoverdir. U kundalik hayotda ham, uzoq safarlarda ham, shahar va trassa sharoitida ham o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. Agar siz qulay, zamonaviy va ishonchli premium SUV qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 Lexus 350 albatta e'tiborga loyiq avtomobildir. Haydash taassurotlari haqida gapiradigan bo'lsak, Lexus 350 juda muvozanatli. Osma tizimi notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi, burilishlarda esa barqarorlikni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi aniq va sezgir bo'lib, haydovchiga avtomobilni to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Shahar ichida yumshoq va qulay, magistralda esa ishonchli va barqaror harakatlanadi. 2026 Lexus 350 oilaviy avtomobil sifatida ham juda mos. Keng salon, yuqori xavfsizlik darajasi va qulayliklar uni bolali oilalar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy dizayn va kuchli dvigatel uni yoshlar va faol hayot tarzini yoqtiradiganlar uchun ham jozibador qiladi. Ushbu avtomobilning yana bir muhim jihati Lexus brendiga xos bo'lgan ishonchlilik va uzoq xizmat muddati. Lexus avtomobillari uzoq yillar davomida kam nosozlik bilan xizmat qilishi bilan mashhur. 2026 350 ham yuqori sifat standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lib, uzoq muddatli foydalanish uchun mo'ljallangan. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Lexus 350 bu zamonaviy texnologiya, hashamatli dizayn, yuqori darajadagi qulaylik va ishonchli xavfsizlik tizimlarini o'zida mujassam etgan premium crossoverdir. U kundalik hayotda ham, uzoq safarlarda ham, shahar va trassa sharoitida ham o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. Agar siz qulay, zamonaviy va ishonchli premium SUV qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 Lexus 350 albatta e'tiborga loyiq avtomobildir.